Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan 30 kunlik shirinchining 11-kuni biz sizlar bilan oson masaladan to qiyin masalaga yechamiz dedik. Bu 11-kun va medium masala yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib olamiz avval. Xo'sh do'stlar, bu masalaning shartini o'qib oldik. Endi bu masalaning shartida aytilganki, ushbu kodda berilgan sonli raqamlarni teskari o'giradi va har bir bosqichda natija 32 bitli ishora butun son chegarasida -2 dan 31dan 2, 31dan -1 gacha chiqib ketmasligini oldini tekshirib boradi. Bu masalani shartini o'qib oldik va bilib oldik. Endi kod yozishni boshlaymiz. Max 2 chunki 2 dan boshlanadi degan. 2 31 1 -1 ent bo'lishi kerak. Bu xato hisoblanadi. Xo'sh, ent min va -2 31 review qilamiz. Rev 0 sonning ishorasi alohida saqlab qolamiz, chunki Pythonda manfiy sonlarning qoldig'i foiz boshqacha ishlaydi. Sign 1 if x 0 else 1 else dan keyin 1 x abs x val x teng emas 0 ga. Pop teng x qoldiq. Oxirgi raqamni ajratib olamiz. Pop x joy tashlab ketdik, adashib ketmasligi uchun. Pop keyin x 10. Xo'p, oxirgi raqamni o'chirib tashlaymiz. Chegara buzilishini oldindan tekshirish, overflow check qilamiz. Xo'p, if sign teng 1 ga. If review abs ent max. Bir marta ent max va ent min bo'ladi. Or review plus max ent max. Then and pop 7. Sal kattalashtiramiz. 7. Keyin return
return 0 va yana endi else if buni просто ko'chirib olsak ham bo'ladi. Bu yerda end main bo'ladi. Bu yerda ham main va bu yer 8 bo'ladi. Return f abc main or review and main and bo'ldi. Endigi navbatda qiladigan ishimiz nima? Review on plus pop. Bu tarafda bo'ladi. Else tagidan va return signal ref. Kodimiz natijasini tekshirib ko'ramiz. Perfect. Kodimiz ishlayapti. Bu medium masalalardan biri edi. Bu birinchi kun medium masalalardi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling. Qani go.